Qabul qildim deymiz, lekin nimani qabul qilganimizni bilmayapmiz. Imom domla nikoh o'qiydi, nikoh o'qishlikda qabul qildim deydi, lekin nimani qabul qildik bilmayapmiz. O'zi qabul qildim degan nima degani o'zi? Qabul qildim degani Alloh men seni omonatingni oldim degani. Ayol bu Allohning omonati bu. Alloh va'da beraman shu omonatni men oldim degan. Omonatga xiyonat qilmaslik kerak. Omonat Allohning omonati bu ayol. Qabul qildim degan nima degani? Qabul qildim degani shuni yedi ishtisi, kiyim kechagi bir joy bilan ta'minlash bo'ldi menga farz degan. Bo'ldi javob beraman Alloh degan. Meni zimmamga farz yedi ishti kiyim kechak bir joy bilan ta'minlash degan. Qabul qildim deymiz u. 18 yildir 20 yil yo oshiqroq bitta otani bir kishiga chittirmasdan katta qilgan. Qizi otani zimmasidan soqit bo'lyapti-da, eri zimmasiga yuklanib qolyapti. Bo'ldi, undan u yog'iga ota javob bermaydi. Biz javob beramiz bundan bu yog'iga. Ertaga Allohning huzurida biz mas'ulmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng oxirgi xutbalarda, xutbatul vadoda to'xtamayaptilar. Fattaqulloha fin nisa, fattaqulloha fin nisa. Ayollar haqqi borasida Allohdan qo'rq. Ayollar haqqi borasida Allohdan qo'rq. To'xtamayaptilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qabul qildim deymiz, lekin nimani qabul qilganimizni bilmayapmiz. Imom domla nikoh o'qiydi, nikoh o'qishlikda qabul qildim deydi, lekin nimani qabul qildik bilmayapmiz. O'zi qabul qildim degan nima degani o'zi? Qabul qildim degani Alloh men seni omonatingni oldim degani. Ayol bu Allohning omonati bu. Alloh va'da beraman shu omonatni men oldim degan. Omonatga xiyonat qilmaslik kerak. Omonat Allohning omonati bu ayol. Qabul qildim degan nima degani? Qabul qildim degani shuni yedi ishtisi, kiyim kechagi bir joy bilan ta'minlash bo'ldi menga farz degan. Bo'ldi javob beraman Alloh degan. Meni zimmamga farz yedi ishti kiyim kechak bir joy bilan ta'minlash degan. Qabul qildim deymiz u. 18 yildir 20 yil yo oshiqroq bitta otani bir kishiga chittirmasdan katta qilgan. Qizi otani zimmasidan soqit bo'lyapti-da, eri zimmasiga yuklanib qolyapti. Bo'ldi, undan u yog'iga ota javob bermaydi. Biz javob beramiz bundan bu yog'iga. Ertaga Allohning huzurida biz mas'ulmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng oxirgi xutbalarda, xutbatul vadoda to'xtamayaptilar. Fattaqulloha fin nisa, fattaqulloha fin nisa. Ayollar haqqi borasida Allohdan qo'rq. Ayollar haqqi borasida Allohdan qo'rq. To'xtamayaptilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam.